Kelinglar, bugun yana unpacking qilamiz. Bu safar Aisha Kosmetikdan. Buni qaranglar, men вообще xursandman bu. Nima uchun bunaqa unpackinglarni faqat qizlar tomosha qilishi kerak, yigitlar emas? Bu bizga juda ham yoqadi, yigitlar. Aynan bizga kosmetika juda yoqadi. Singlizmi u, onangizmi u yoki sevgan qizingizmi u farqi yo'q, juda yoqtiradi. Tak что qizlar bu undan yo'q, yigitlaringizga tashlab qo'yinglar, xo'pmi bu videoni. Albatta birinchisi bu o'zimga o'xshaydigan pigment qizlar uchun rumiana. Nori qizlar ham ishlatishi mumkin, aynan yanoqlarni qizartirish uchun. Birinchisi rumiana ekan. Ikkinchisi esa notdan fiksator. Bu qoshlaringizni juda ham chiroyli, объемный. Men fiksator ishlatib ko'rmaganman, aniq ma'lumot bera olmayman. Fiksator ishlatib ko'rgan qizlar iltimos yozib yuboringlar kommentariyaga. Ana shunaqa fiksator bu ko'p qizlar ishlatadi buni. Mendan kichkina jiyanlarim ishlatadi. Uni cho'tkachasi ham bor ekan. O'sha zo'r. Uchinchisi esa bu menga juda ham yoqdi. Bu ayollar uchun, qizlar uchun ko'zlariga chiroyli qilib surtadigan. Xohlasa qoshlariga ham surtishlari mumkin. 3 xil rangdagi cho'tkachasi ham bor ekan shunday. Va oxirgisi esa bu Aishadan BB krem. Men buni albatta ishlatib test qilib ko'rsataman sizlarga. Bularni hammasini Aisha Kosmetikdan arzon narxda topishlaringiz mumkin va men bilan Aisha Kosmetika obuna bo'lib qo'yishlaringiz shart. Bay bay.